Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli Universal bozori YouTube kanalımızdan kattaloqchilari. Bu chiqarilishda biz sizlarga Moto Center to'g'ri ma'lumot beramiz. Bu Moto Center Osh shahrida ochildi. Buga chayn bozorlardan arar yerlardan olgan bo'lsangizlar, bu chiqarilishda Moto Borborning o'zine kelasizlar. Adres do'stlar, shul Zapnik Kurgoydan chiqib, Do'stlik Kurgoyini ko'zlay borayotganda bu yerda Zamzam turoqjoy kompleksi qurilishida жаңы ал эми бул биздин ушу Moto Borborдон өтүп эле бир аз өткөндөн кийин мында Ali Power достор. Ali Power'ду көрдүңүздөрбү? Ушул жерде бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге сатууга чыгып турган электро скутер, электро муравейлердин толугураак маалыматын жеткизебиз. Келиңиздер достор, көрүңүздөр, баасы арзан баада коюлат экен. Сиздерге толугураак маалыматын жеткизем. Чыгарылыш тууралуу анда бул ушул мото электро муравейлердин ээси Абдырашик менен толугураак маалыматын алайын. Assalomu alaykum. Чыкса келесиздер, көрөсүздөр. Абдырашик assalomu alaykum. Assalomu alaykum. İşleriniz жақшыбы? Alhamdulillah. Tinchsizmi? Kelib oldilaringmi? Жақсы aka, kelib oldik. Ko'chaning barına bir elektro muraveyler basıp ketdi. Görse uşul yerden çıkardık endi. Ichkari dedi, hozir sirtga chiqardik. Odamlarga elga ko'rinsin dedik, reklama bo'lsin. Ham tushuntirishga, orientirga oson bo'ldi. Yo'lni bo'yiga terib berdik baridan. Ulan dostlar, jap-жаңы 2 balondu, 3 balondu. Birinchi munolardi, ha? Oldingizda turib, o'shalarning ma'lumotini berdan boshlaylik. Skuter elchi so'ragancha skuter olib keldik. Skuter, ha, elektro akkumulyatori 4 ta emas, 5 ta akkumulyator bilan qo'yilgan bularga. Balonlari ham cho'ng'idan ham emas, kichkinasidan ham emas. Srednisidan qo'yilgan bularga 12 kg balonlar. Bitta zaryad bilan 50 km yuradi. Bir zaryadni 50 km yuradi. Kaskasi, plashovkasi bor, jamg'ordek. O'z formalari bor. Kiyiladigan formalari bor o'zini. Orqasida bagachi bor. Nompa obular sog'gan, produktni sog'gan bagachi ham bor. Narxi 38 ming. Hozir qancha? 38 ming. 38 ming so'm. 38 ming bahasi o'tib beramiz. Telefon zaryad oladi. Bu yerga qo'ysa telefonni o'zi telefon zaryad tagishda bor. Zaryad oladi. Telefonning o'zining messasida bor ekan, ha? Putlarigacha bor. Shu pultda 5 kg pultda minib ketsa ham bo'ladi, yuradi. Yoki mashinada minib yursa bo'ladi. Elektro skuterlerдің бағасы 38 мың сомдан кем бар екен. Бұға чейін 50 мың сомдан үстінде болған, ha? Bir қила түшіп қалды, ha? Шундай. Bir қила акция түшіп қалды мына достар. Арзаншылық малда электро скутерлерді келіңіздер, алыңыздар, андан кейін электро муравейлер, самосвал бар, бортовойлар бар. Сіздерге толығырақ маалыматын Абдырашик өзіңіз жеткізіңіз aka. Bu 600 kiloluk muraveyimiz. 600 kilogram. Bortda 1.60 ga 1.10 bo'ladi. Akkumulyatori 5 ta 52 amperli akkumulyator. Motori miyasi 1200. Bitta zaryad bilan 60 km yuradi. Bir zaryad bilan 60 km yuradi. Ana haligi og'ir yuktagan kunlari qanday bo'lib qoladi? Unda og'ir yuk bilan где-то 5 km raditsiya qiladi. Podyomda hisobi ham bor. Palini skorosi podyom joylarga yuk ko'p bo'lganda palini skorosi tortib olib ketsa bo'ladi. 1.60 1.10 ha? Ichi. Birisi 1.80 ga 1.30 1 tonnali. 1 tonnali. Ha. Samosval bo'je? Yo'q, samosval emas. Shunday oddiy. Ruchnoy ko'tarilaveradi bular. Hammasi ruchnoy ko'tarsa bo'ladi. Ha, ruchnoy ko'tarsa bo'ladi bundaq, ha. Ana do'stlar. Ko'rdingizlarmi? Endi ekoning bahasi razniy bo'lsa kerak, ha? Ha, u 600 kiloligimiz 117 ming. 117 ming so'm. 117 ming kami bor. Bunisi 135 ming 1 tonnali. 135 ming so'm kemi bor, ha? Endi aqchasına qarab olsa bo'laveradigan gel, ha? Anan gelip sodalaşıp dostlar kemitip alsanızlar bo'ladi. Endi bunisi ayilga, dalaga cho'p yuklagani bo'lsa, bunisi bozorga ishlatgani, shunga bozor ichida ishlatganga dag'i anan dehqonlarimizdagi o'ta ko'p qo'llanib qoldi, negiz, ha? Shunday. Dehqonlarimiz o'ta ko'p. Endi ichkariga kiraylik. Kabinali. Ular samosvalni ko'rsatmaydi-ku. Samosval bu yoqda, mana bu yoqda ham bor, xolos. Dayyor turadi shu yerda. Kelingiz. Abdurashik aka, shuni bir. Ana dostlar. Samosval. Ana, gördünüzlermi? Ana. Bu samosvalning bahasi qancha? Samosval 1 tonna, 1,5 tonna ko'taradi, 1 tonna garantiya beramiz. 1 tonnaga jo'q. Podyomga 1 tonna yuk bilan shunday ag'darib, xohlagan joyga to'kishiga. Bahasi 160 ming. Bahası 160 ming so'm, ha?
aytayotgan senalarimizdan o'tib beramiz hammasini. Tushirib berasizlar. Keyin bitib berasizlar. Mana do'stlar, somon suvalning bahasi 160 ming so'm. Ushul yerga kelgan klientlardagi jo'g'orida aytib o'tdi bizga. Bugacha o'ta baholari qimmat bo'lchi, biroz tushib qolibdi deb aytdilar. Elektroz ko'tarildi. Ayıl yerinde minib yurganlarni ko'rib turamiz. Baholari shu 50 ming so'mdan tegragida olgan ekan. Hozir 38 ming so'm kem var ha. Oğlu tiyer jeri qancha aka shuni bir uni kelganda gaplashamiz. Kelganda so'zlashamiz. Yaxshi, mana somon suval. Mana somon suvalni ko'rdingizlar. Ana kabinalar da var ekan, ichkaridan to'liqroq ma'lumot sizlarga yetkazadi. Abdurash aka, ichkariga kiraylik onda. Mayli, yuringlar, ichkariga kiramiz. Mana do'stlar, ichkariga girdik. Abdurash aka, o'zingizdagi ma'lumotni bering. Bu yerda muraviylarimiz ko'p, bitta aytmaymiz-da. Klientlarimiz qarab olishyapti, o'shaning uchun obshi bitta aytib o'tamiz. Xo'p. Cho'ng kishilarga, turistlarga, ejalar minadigan ham bor bu yerlarda mana. Ularni bari 90 ming senasi. Xohlasa orqasiga 200 kilo, 250 kilo yuk yuklasa bo'ladi. Xohlasa ag'darib sidina qilib qo'ysa bo'ladi. Xohlasa bular sidinasi da bo'ladi. Universal ekan-da eserda. Bular 90 ming so'mdan. 60 kiloli, 1 tonnalilarimiz, 1,5 tonnalilarimiz bor. O'sha 130 mingdan 600 kilolilarimiz 117 ming, 1 tonnalilarimiz 130 ming. No, detski baldar uchun da o'ta yaxshi ekan negiz, ha? Shunday, parklar ichiga aylantirgan ham. Parklar ichida olib o'tadi negiz. Shunday olyapti. Buning bahosi qancha bular? Yashildan bor. 90 ming. 90 ming so'm, ha? 90 ming so'm. Endi bu yerda kabinalar yangi keldimi? Mana bu yoqni ko'rsataverak. Sekin bitta aylanib chiqamiz. Bir aylanib chiqadi, ha? Mana aka do'stlar. Aha. Buni cho'ngdori. Qancha tonnaliklar shular? 1 tonnali bular. 1 tonnaliklar, ha? 1 ton 145 ming bular. 145 ming so'm. 145 ming bular. Kelasizlar hurmatli ko'rishlar. Kelib, svetin qarab, o'zini yoqtirib, tanlab olsangizlar bo'ladi ekan. Bu yer ham bunday aytganda bozor senasida, optim bahasida. Kelasizlar dag'in tanlab, sodalashib, Abdurashidning qo'lini qarmab, 1 tonnalisi 1 tonnali mana bular. 1,5 tonna, 2 tonna ko'tarar ekan. Bort yana 2 tonnacha ko'tarar ekan, ha? 2 metr. O'zlari kelsa, tanlab olishaveradi. Kelsalar bilan o'xshab portallarga olishdi, dokument qilib, hujjat qilib berib, beriladi. Shunday o'tirib. Javobgarchilik qanday bo'ladi negizi? Bunday garantiya bera turgan bizda bor. Bor, ha? Hozir ko'rsatamiz. Mana ichkariga yuring, shu yerda gaplashamiz. Ichkariga kiraylik. Men bir aylanib chiqayin, andan sizda sozlab. Yo'q, mana keling. Hozir hurmatli ko'rishlar, to'liq ma'lumot. Nimaga muraviylarga ishonamiz? Bizda hamma zapchasi bor bu yerda. Zapchaslar bor o'zimizda. Hamma zapchas. Boshqa joyda bo'lmasa ham bizda zapchasimiz bor. Akkumulyator deysizmi, zaryadni deysizmi, amortizator, motor miyasi, balonlari, reduktorlari bari yo'q bor. Masterlarimiz bizni telefonda gaplashib turadi klientlarimiz bilan. Nima bo'lyapti, nima qilaylik so'rab turadi, video yozib orqali tushunmaganini tushuntirib turadi. Demak, yuruving uchun to'liqroq ma'lumotni berib turasizlar, ha? Hamma zapchasi bor. Generatorlar bor ekan, ha, negizda? Motorlari bular. Motorlar, ha? 1000lik, 1200lik, 1500, 1800 motorlari bular. Zapchaslarimiz hammasi bor. Zapchaslaringiz degan bor. Muammo yo'q, problema yo'q. Men jo'g'orida birinchi kirganimda so'radim, chindig'imda. O'zimda men aytayin. So'raganda aytdim, bu buzilib qolsa qaysi yoqqa borib unutadi ekan negizi. Bizda o'zingizda bor, masterlarimiz ham bor. Bor ekan. Uncha-munchaga kelishmaydi, shunday video vizit orqali tushuntirib berishadi. Masterlarimiz bor, bilishadi. Endi tashqari besplatniy nomerlarimiz shunday yil uchun. Nomerlarimiz bor, ha. Podarkasiga nomerlarni qo'yib, bor, ha. Dokumentga yozib beramiz. O'zi negizi dokumentalniy bo'lar ekan baribir. Yo'q, bular kerak emas. Kerak emas. Benzinlarga kerak. Benzinlar. Benzin bilan juratiranda baribir. Bor, ularni ko'rsatamiz. Ma'lumotni beradi. Ketdik. Kelsalar klientlarimiz bilan shunday o'tirishadi bu yerda. Dokument qilib, muraviylarni olib ketishaveradi. Hozir biz jo'g'orida bir elektro muraviydan sotilganini ko'rdik. Ana bularning da ma'lumotni beringchi. Bular elektro velosipedlar. Elektro velosipedlar, ha. Bu yerda xuddi shunday, lekin velosipedga minsa ham bo'ladi. 35 mingdan ular. 35 ming so'mdan, ha. Bularning do'ngaloklari biroz cho'ngroq bo'ladi ekan. Shunday. Mana do'stlar. Zaryad akkumulyatorni olib qo'yib, kak velosiped qilib minsangiz ham bo'ladi-da ular. Minsa bo'ladi, ha. O'z benzinli motorlarimiz kelgan mana. Ha, benzin bilan dag'i chiqib qolibdi-da. Ha, benzin mana motorini ko'rsatamiz. Hop, bu yerda motori 150 kub. 150 kublik. Manejni skorosi bor, ruchniy tormozi bor. Hali mototsikllarga o'sha oyoqda o'tatsa ham bo'ladi. Kulishda o'tatsa ham bo'ladi. 1 tonnalik bular. 1 tonnalik. 180 ga 130. Bartovo, ya? Ha, Bartovo. Ko'tarilmaydi. 1 tonna. Radiator so'tish qismi bor. Radiatorda janna bor. Suv orqasida benzin. Bunisi 2,5 tonnalik.
А бул 2,5 тонна болду. 2,5 tonnalik bu. Benzini bo'lsa hozir o'tatib ko'ramiz. Benzin oldin benzin baktın ola. Benzin bagi. Buni ishni bilmayman. Bir aylanıp kelesiz Buni mi? ishni bilmayman-da. Hayda ishni bilasizlar. Mana dostlar, gördüңүздөр. 2,5 tonnalik aka. 2,5 tonna. 2,5 tonna. Bazı qancha ушунун? 220 ming. 220 ming so'm kemi bor. Benzin, Turkiya benzinga yuradi. 200 kub. 220 ming so'm kemi bor. 2,5 tonna bu. 2,5 tonna bu. Abdurash aka, mana ko'rsatmalar tag'iz. Bulardagi o'sha jo'g'orida ko'rsatganlari bor, bir. Ha, shunday. Endi kabinalarni ko'radi, anan bortovoylar, to есть bayağı budkalar kelib qolibdi, ha? Bular 1 tonnalik muraviylarimiz bor-ku. 1 tonnalik 600 kilo muraviylarimizga kimdir yomg'irda, shamolda oldin to'sish kerak deydigan bo'lsa, o'sha pol kabinalarimizdan qo'yib beramiz. Ha, mana bu. Addenni har qanday odamga qo'yib 12 ming so'm addenni bu. 12 ming so'm. 12 ming so'm mana bunday tusda. 12 mingdan qo'yib beramiz. Har qanday muraviyaga addenni qo'yib beraveramiz. Mana 12 Agar yo komplet olaman degan bo'lsalar, bu 155 ming 1 tonna yuk ko'taradi. 180 ga 130 bordi. Akkumulyator 68, motor miyasi 1800. Tak. Mana do'stlar. O'shancha bizda klientlarimiz ko'pki, servis xizmati borligi uchun, zapchastlarimiz borligi uchun, garantiyasi borligi uchun ana klientlarimiz ko'rishyapti. Shundan yaxshi. Klientlar ko'p. Mana do'stlar. Bu shunda холодильник bor buda, qanday ekan? Buni Просто budka. Budka, Просто budka. Xolasa холодильник qilib oladi, xolasa magazin, maktab, bozorlarga borib, bozor qilib yana Morojna. tayyorlab bekitib kelaveradi. Moroj sotganlar bormi? O'shalarga da o'ta yaxshi ekan negiz, ha? Bahosi ham arzon. Qancha o'shuning bor? 150 ming. 150 ming. 1 tonna ko'taradi. 1 tonna yuk ko'taradi. 80 ga 130 bordi ichi. Bu 600 kilo. Aha. 600 kilo yuk ko'taradi. Bort 160 ga 110 bo'ladi. Matiski rol, kabinka, pechkasi, magnitofoni bari bor, luki bor. Hop, bahosi 140 ming. 140 ming so'm. 140 ming so'm. Mana mashina rol deganlariga 1 tonnaligi. Ha, mana rullar bor-da. Mana 1 tonna bu. Balon 500 ga 12, akkumulyatori 68 lik, miya motori 1800, mashina rol multimedia qilingan. Mashinada nima jihoz bo'lsa bor, zadni kameralargacha bor. Dairkindisi bor. Avtomatik skorost. Avtomat korobka. Yaxshi. Buning bahosi qancha? 195 ming. 195 ming so'm. 195 ming. Tunidagi bunaqa farlarni. Bor narsamiz shu yerda bor. Demak, sizlarda qanday yengillatuvlar bor? Negizinde bunday bir Çerez bank, bunday bir Çerez bank orqali beriladi, faqat hukumatda ishlashligi uchun. Ishlasa ularga beriladi. Keyin yana bitta yengilligimiz mahalladagi ayilda kimgadir qiynalgan odamga 4 kishi, 5 kishi yig'ilib muraviy olib bermoqchi bo'lsa, 5-odam biz. O'tib beramiz unga. Masalan, 120 ming muraviyimizni 100 mingga beramiz. Berasiz, ha? 100 minglik narsamiz 80 mingga beramiz. Yaxshi. Shu elga yordam qilamiz. Yengillatuvchi yo'llari bor. Shunday bor, ha. Keyin otasiga olib berayotganlarga, qadarga qilayotganlarga yana ham bor. Shunday. Yaxshi. Unda Abdurash aka, sodangizlarni bersin. Жаңы açılışlar çındığında o şaharında bu yerga yaqinda açıldı, ha? Shunday yani. Yaqinda açıldı. Oldin ichkari dedi, hozirga chiqarib bu yerda yangi ochdik. Aznaşıl yerga mestada o'ta yaxshi. Kelishadi mana yuklar mana, ko'rsating. Muraviyni Forterga yuklab olib ketishaveradi. Forter ishni qo'yib turish, ha? 600 kilolik olishdi. Ha, do'stlar, yuklab ketishaveradi. Shuni men ko'rsatib ketayinmi? 109 ming so'm oldi. Kelib sodalashib ko'rsangizlar, sizda yengillatuvchi yo'llari bor. Endi klientlarimiz ko'p uchun ozroq so'yladik. O'sha hamma qarab turibdi. Aha. Inshaalloh kelsalar, yo telefonda yo o'zlari kelsalar, to'liq ma'lumot beramiz. Yaxshi. Rahmat, sog' bo'linglar. Qolgan biz bergan so'rovlarni berib, sizlar to'liq ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Ana dastavka uyushtiriladi. Dastavkani aytmoqchi, zapchas, skuter, muraviy, zapchas Qirg'izistonda baribir yetkazib beramiz. Dastavka bor. Dastavka bor, ha? Dastavka bor. Yaxshi. Hurmatli do'stlar, ko'rdingizlar. Sodangizni bersin. Sog' bo'linglar. Görüşmeyeceğim. Dostlar, aman turingizlar. Kelingizler, ko'ringizlar. Anan yengilletuvchi yo'llardagi so'z turda oz qamsiz bo'lgan uylarga so'z turda qaralat ekan. Kelasizlar, ko'rasizlar, sodalashib, bog'lashib olib ketsangizlar bo'ladi. Görüşmeyeceğim dostlar, aman turingizlar.